Odamni kelishni boshlashgan va ularga sekin tushuntirib o'zi bu nimaligini tushuntirardik. O'sha boshida nimaga mana bugungi kunda qanaqa yo'nalishda ishlaysizlar desa, men ish sohasini ham birinchi ko'rsatmayman, yo'nalishlarni aytamanki, birinchi qiladigan ishimiz biza psixologik savodxonlik yo'nalishida ishlaymiz. Keyin tushunsak bu savodxonlik ekan. Ya'ni o'zi psixika nima, u nimadan iborat, nima funksiyalar bajaradi, psixika bizga nima uchun kerak? Mana boshida borib tushuntirganda aytardik, mana quloq nima qiladi, eshitadi, ko'z nima qiladi, ko'radi, qo'l, oyoq hammasini o'zini funksiyasi bor, psixikaning ham funksiyasi bor. Nima funksiyasi bor desak, endi boshida odamni bilmaganda keyin tushuntirardik. Haligi aqlli til bilan aytganda, psixika bu obyektiv olamning subyektiv inikosi deyiladi. Lekin sodda til bilan aytganda, men hali kulaman, o'zim dehqoncha gapirishni yaxshi ko'raman deb, o'zim shu odamlar bilan amaliyotdan chiqqanim uchun hali ham dehqoncha gapiraman. Psixika bizga bu atrof olamni chizib beradigan qanaqadir bir strukturamiz, o'sha qismimiz nimamizdir. Shuning uchun juda ham muhim u ham. Chunki ba'zi vaqtda mana o'sha sportchilar bilan ishlaganda bitta narsani o'shanda yaqqol ko'rganman. Hamma joyda yutib keladigan yigit qanaqadir bitta e'tibor berganman. Juda uzoq qarab o'tirganimda o'sha tipaj bo'ladi-ku, o'sha определенный qanaqadir aniq bir tipaj odamga duch kelganda shart to'xtab qolishini ko'rganman. Keyin so'rab yoshligiga borganda o'sha maktab davrida mana shunga o'xshagan bitta boladan endi bo'ladi-ku, har xil davrda bo'ladi. Qanaqadir noxush bitta vaziyat bo'lganiga psixikada haligi zamыкание deb men o'shani tushunganman. Psixika bu qo'rqinchli deb yozmagan o'sha paytda, kuching yetmaydi deb. O'sha paytda signal beradi, to'xtaydi odam. Va bu bizning hammamizda bo'ladigan narsa.